Qumluqdagi qiz 16-qism, ya'ni eng oxirgi qism. Bu shahzodaning o'zi to'limi amiriq bir do'sti bor bo'lib, uning bu do'sti boshqa biri bo'lmasdan dal hiliq vaqtda malikaga yordam qilgan hiliqi bola shu ekan. Gerçi ikkisi to'limi yaqin do'stlardan bo'lsa-mu, xuddi ularning do'stligiga ko'z tekkandek, shahzodaning onasi tugab, dadasi boshqa bir ayol bilan to'y qilgandan keyin shahzodaning yangi o'gay onasi shahzodaning do'sti bo'lgan hiliqi bolani zodili paturmabdi va bir amallarni qilib uni ko'zdan yo'qotishni o'ylabdi. Chunki mayli qanday ish yuz bermasin, shahzodaga birinchi bo'lib yo'l ko'rsatadigan, shahzoda qiyinchilikda yo'liqqan chaqdami yordam qiladigan odam dal shu bola ekan. U ayol podshoh bilan to'y qilib, uzunga qolmayla bo'yda qolganligi uchun o'zining o'g'lining kelgusidagi shohlik o'rnining ikkinchi varisi ekanligini o'ylab, shahzodani ko'zdan yo'qotish uchun nurg'un ajrlarni qilgan bo'lsa-mu, ammo har qitim hiliqi bola sabablik to'sib qo'yiladiganligi uchun avval u bolani ko'zdan yo'qotib, ondan shahzodaga qora qo'lini so'zish uchun o'zi bilan tili bir o'rdadagi inik onasini huzuriga chaqirtib, o'ziga aql ko'rsatishni o'tinibdi. Inik onasi sal o'ylashib olgandan keyin hiliqi vaqtda hiliqi mekiriga to'lgan inik onasi razil maqsadlarni, suiqasdlarni uninga debdi va Angla, har qanday insonda shu shaxsiyatchilik, asarxo'rlik bo'ladi. O'z ara do'stlar orasida mushunda. Sen shu o'tni yalqinjatsang, ular orasidagi do'stlik beg'idan shon bo'yi unib chiqadi. Yana ularni o'z ara shu orqali do'stlik munosabatlarini suslashtirish ishonchini ojizlashtirish, qo'llariga dushmanlik o'tlarini tutashtiramiz. O'z maqsadlarimizga yetib, o'chmanlik o'lqinlarini setib, ularni halok qilib, sizga bo'ysunadigan qilamiz. Biz shu vaqtda o'z maqsadlarimizga yetib, xalq taxtiga varislik qilib, go'zal kelajagimizni yoritamiz. Debdi va ikkisi birlashib, to'limi yomon niyatlik bir ishni kelishibdi. Shahzoda har kuni qilishvozlikni mashq qiladigan bo'lib, tugagandan keyin o'jirsida orom og'ash do'sti bilan suhbatda bo'ladi ekan. Toki do'sti bilan tun qorayg'uchi paranglashib, ondan illiq uyquga g'arq bo'ladi ekan. Do'sti shahzodani uxlatib bo'lgandan keyin o'z xonasiga qaytib chiqib, orom oladigan bo'lib, odatda u shahzodadan boshqa hech kishiga ancha gap qilib ketmaydi ekan. Ham hech kim uning qanchalik karomati borligini va uning zodi qandaqroq bir odam ekanligini bilmaydi ekan. Xonishmo garchi u to'g'riliq to'liq bilmasa-mu, lekin hamon uni va shahzodani ko'zdan yo'qotmasa, o'zining beshiga cho'ng bola bo'ladiganligini bilganligi uchun o'rdadagi tevibni o'z xonasiga mijozim yo'q bo'lib qoldi deb chaqirtibdi va tevib kirishi bilan uningga har xil tetiqsiz qiliqlarni qilibdi. Tevib bo'lsa qo'rqqanicha o'zini totibdi. Xonish va xonishning inik onasidan boshqa ular turayotgan qasrda hech qanday bir odam bo'lmaganligi uchun xonish tevibga qarab, "Sen texi menga adabsizlik qilgudek bo'ldingmi?" deb qor chaplab vaqirabdi. Buningdan hayronlik his qilgan va qo'rqqan tevib, "Xonish, men sizlarga chaqilmadim, menga tuhmat chaplamag'aylar" deb o'zini shuncha tortgan bo'lsa-mu, ammo xonishning inik onasimi uningga tang qo'shilib, "Sen texi podshohning amri xonishiga adabsizlik qilgudek bo'ldingmi? Mushu gunohing uchun kallang eringanligini bilmamsan?" deb qo'rqib turgan tevibni teximi qo'rqitib, tevibning put qo'lida jon qo'ymabdi va "Meni qo'yivat deysang, shahzoda og'rib qolganda uning do'risiga zahar silivat va uni do'stining qo'li bilan bergis" debdi. Tevib uning deginiga qo'shilibdi. Shu kuni Kash shahzoda do'sti bilan paranglashib bo'lib uxlayotgan vaqtida xonish uning hujrasining derazasini ichib yetibdi. Atsi shahzoda qattiq zukamlab qilib, o'rdaning tevibini chaqirtib, kesilini ko'rsatgandan keyin tevib uningga bir haftalik dori yezib beribdi va dorini shahzodaning do'stining qo'liga tutqizibdi. Shahzodaning do'sti bu ishni xeli burunli bilib qolgan bo'lib, xonishning
o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'rish uchun boshqa amal o'ylab tepib, bu do'rini xonishining inik onasiga qayntishga beribdi. Xonishining inik onasi ortiq o'ylamayla do'rini qayntib, shahzodaning yoniga elib kiribdi. Oninggacha xonish podshohni boshlab shahzodamizning qaslida deb shahzodaning hujrasiga kiribdi. Lekin bu do'rining o'zining inik onasining qo'lida ekanligini ko'rib, boshqa gap qilmabdi va ishmo shu beti besiqibdi. Lekin xonish har kuni mushundaq razil niyatlarni o'ylaverganligi uchun shahzodaning do'sti uni qutuldirish uchun bu ishlarni uningga aytibdi. O'rdining turmushidan zerikkan shahzodami do'sti bilan birga boshqa bir yoqqa kangri ketgan zaminda ozod turmushini boshlash uchun butun tayyorlig'ini yaxshi qilib, yangi turmushga otlanibdi. U o'rdidan chiqishdan burun hech kishiga o'zining amni qaytib kelmaydiganligini aytmagan bo'lsa-mu, ammo xon otasi xuddi uning qisinchilikda qolganligini bilgandek, bu hiylalarning hammasining xonishning sababidan ekanligini bilib, xonishning kollasini opdi. Shahzoda bo'lsa, do'sti bilan birga yenidagi pullariga bir munch qo'y sotib olib, yayloqqa berib, qo'y boqmoqchi bo'lishibdi va qo'y sotib olib, qo'y beqishga boshlabdi. Shu jarayonda Malikaning nomini anglab, shahzoda uningga bundoq tuzli eg'iz etishni to'g'ri ko'rmabdi. Va shu jarayonda Malikaning o'yi va o'z turmushida nurg'unlagan ishlar yuz berib, shahzodaning do'stimi Malikaning jinini bir qancha qitim qutqizib olib, uning nijotkoriga aylanibdi. Xuddi Malikaning mushunda xo'shallik kunlarda bir qayg'u, o'ngishliq ishlarda bir ko'ngilsizlik butilishi nisb bo'lgandek, bu bolaning aksimi Malikadan o'ch elish uchun tishini bilib turganligi uchun uningga zotili kun bermabdi. Har kuni Malikani izlab kelib, uni qiynashga boshlabdi. Va uningga qo'l solay deb turishiga inisi kap qilib omon qopdi. Bir qitim Malika uxlayotgan vaqtida tuyuqsiz qattiq shamol chiqib, uyning butun derazalari va eshiklari qattiq yepilib, xuddi bir shumliq uni kutib turganidek uningga ogohlantirish beribdi. Qasrdagi kishilar bu faqat oddiy bir shamol deb hech qanday kori bo'lmabdi. Malika bo'lsa, yiliqi bola sovg'a qilgan bir jup qizil oyoqni qo'liga olganicha uni putlariga kiyibdi va yiliqi bolaning oksining kelishini saqlab o'ltiribdi. Uzunga qolmay u yovuzlarcha qasr ichiga kiribdi. Ammo Malika putiga qizil oyoqni kiyib olganligi uchun uni zodila topolmabdi. Ammo Malika uning har bir ish-harakatini ko'rib turibdi. U qasr ichidagilardan Malikaning qayerga ketganligini so'rabdi. Hammasi Malikaning o'zining orqasida ekanligini aytibdi. U: "Amasa, men nimishqi ko'ranmayman. O yaxshi, oldimga kelsin. Bo'lmasa, men hech qaysanga kun bermayman." deb ta'tisabdi. Boshqalar qanday qilishni bilolmay turganida Malika oyoqni selib etib, bu yalmavuzning oldida paydo bo'ldi. U intoyin dahshatli kulib: "Sen texi mening qo'limdan sog' salomat qichib chiqib ketalayman deb o'ylaganmiding?" deb qasr ichidagi O'rliqoning opisi, dadisi va barliq xizmatchilarning jinini Malikaning oldida yalvurchiga qarmay qiynab opdi. Malikaning ahu faryodi zaminni titirtibdi. Yalmavuz shundoq vahshiylashib ketgan fursatdan foydalanib, Malika yana oyoqini qo'liga elib, uni uqtirmay kiyib opdi va asta bu qasrdan ayrilibdi. Malikaning bundoq azoblarga yo'liqqanidan bexabar shahzodaning do'sti va shahzoda ko'lik chaqchaq bilan o'ltirgan bo'lib, bu ishlarni ozroqmi xiyoliga keltirib qo'ymabdi. Ammo Yalmavuz bilan shahzodaning do'sti qo'shkezak bo'lganligi uchun shahzodaning do'stining yuragi eg'ib, xuddi noma'lum bir xil bola qizaning o'zini saqlayotganligini his qilgandek bo'ldi. Va shahzodaga: "Men hozirlik kelaman" deb Malikaning qasriga minibdi. U qasrga kelgandan keyin qasrdagi bu voqealarga qarab hayron qoldi va qanday qilish kerakligini uqmay biroz turib qoldi. U biroz turib o'tgandan keyin cho'chib Malikani izlashga boshlabdi va Malikaning bu kishilar ichida yo'q ekanligini bilib, ko'ngli sal orom tepibdi.
va o'zi sovg'a qilgan oyoqni malika kiyib akisidan qechib qutulalaganligini bilib qizil oyoqqa tayinib uni topmoqchi bo'pti. Malika bo'lsa u yalmavuzning qo'lidan qechib qutulgandan keyin udul yayloqning ichkarisiga qarab mengibdi. Bu qizil oyoqni faqat yalmavuzli ko'ranmaydigan bo'lib qolgan barliq kishilar ko'ralaydi ekan. Shahzodamo dal mushu yayloqda bo'lib qo'ylarni o'tiltiyotgan ekan. Malika yayloqning ichkarisiga manga bo'rlarning uvlagan ovozi anglanib, to'rt bo'ra Malikani qo'rshab kelibdi. Naq shu paytda shahzoda Malikaning varqirgan ovozidan cho'chib, uni qutuldirish uchun burundan tortib noyit pishiq mashq qilgan qilishvozlik marti bilan Malikani bo'rning qo'lidan qutuldiribdi. Lekin Malika boya bo'rdan qechiyotqicha oyoqni tushirib qo'yganligi uchun yalmavuz yana uni tepibdi va uningga yovuz changilini selib, uni bu dunyodan xo'shlashtirishga oz qolganida yalmavuzning inisi kelib, shahzoda bilan birlikda Malikani uning qo'lidan qutuldirib chiqibdi. Malika bu yangi tunishgan do'stlariga rahmat aytib, ularga tashakkur bildiribdi va shahzodaning o'zini yaxshi ko'rdiganligini bilib, uning bilan birga turmush kechirishga qo'shilibdi. Shahzodami otasining o'rnida yolg'iz qolganligini bilib, o'rniga qaytib, otasining o'rniga varislik qilibdi. Malika ayni vaqtdagi o'zini qutqizib olgan qizil oyoqqa bo'lgan muhabbatini kunni qizil oyoq tikish orqali ifodalab, bir umr qizil oyoq tikib o'tibdi. Aziz anglag'uvchilar, cho'ng tipdagi cho'chak xarakterlik ovozliq asar Qumliqdagi qizning barliq qismi mush yerda tamomlandi.